أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد. Biz yuqorqi darsda namozning oldidagi farzlardan bo'lgan bir qancha masalalar ustida to'xtalgan. 6 farz bor. 6 farzning ichida masalan kiyimning va badanning pokiz bo'lishi, o'rinning pokiz bo'lishi, avratni yo'gash, qiblaga yuzlanish, niyat dedik-nama. Undan vaqt degan bir shart bor. Vaqti kirgan bo'lish kerak degan uni yuqorida o'tab bo'lgan. Navonga hozir biz shu satrul avra degan shu farzda erlarning avratini bayon qilib qoldik, ayollarning avratiga keldik. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك الأمة dedekning avrtimi er kishining avrtiga o'xshash. Ya'ni nadin nagisa deganda asli o'xshash olmaydi-ku. Ya'ni dedekninki er kishining o'xshash olmaydi. Lekin nadi chek-chegrisi demakchi. Va bal awla. Ya'ni va kadalika alama degandan hozir dedekning avrti kindikning turindan tizg'ichi degan gap chiqdi bor. Lekin yani bu mazhab ma'rifada qo'saq ko'ksi doirasini qotidi. Va bal awla degani ashyaning avrat bo'lishida bu erlar qarorida texmi avrat bo'lish kerak. Chunki bu shahvat qo'zg'aydigan o'rin ayol kishi bo'lgan ekan. Er kishining avrat bo'lgan yerda ash'arliq bu dedekning albatta avrat bo'lish kerak. Va batmuha qo'rsqi va zahruha dumbisi mushuma avrat albatta da qo'sqa degan dumbisi degan va ko'ksini shirkib turshi. Li'annahu mawdi'un mushtaha. Chunki bu o'rin mush araliqlar shahvat qo'zg'aydigan o'rin. Fa ushbiha ma bayna as-surrati var-rukba. Davoniga bu kindik bilan sizning araliqqa o'xshash bo'ldi. Li'annahu degan shu kindikning ustidan bo'yanning osti deydi-mi shuni? Kindikning ustidan mo'rining bo'yanninki osti mushu arliq kindikning osti bilan tiz qadar arliqqa o'xshash. Kishilar shahvat bilan qaraydigan va ayda shahvat qo'zg'aydigan o'rin. Wal mukatabatu va ummul waladi wal mudabbaratu kal amati. Bularni dedekning bir turlari. Biz qara qul bo'lsa qin deymiz. Al-qin. Hech qanday sifat yo'q qara qul. Dedek bu al-qin namasdan. Hamda mukataba deganimiz xo'jayin bilan ozod bo'lish uchun to'xtam tuzgan dedek. Qanday to'xtam tuzdi? Men sizga 2 yil ichida, masalan, 2 yil ichida 20 ming ko'y pul tepib beray. Ozod qilib o'tamlar, ma'qul. Buni hunur varmiz ya, mashinchi deymiz yoki kashtichi deymiz ya, do'ppi tikadigan hunur bo'lsa, bu dedek o'zi ish ovqat qilib 2 yilda 20 ming ko'yni xo'jayinga topshirsa, qulluqdan ozod qilib ketdi. Xo'jayinni ozod qilib turdi. Ularga mushunda to'xtam tuzishgan dedek bo'lsa-mu, buning avrtimi shunda. Va ummul valad degan xo'jayinidan farzand ko'rgan dedek. Yani dedeklar ash xo'jayinga halol. İgdachilik sababidan halol, nikohsizlar. Aw ma malakat aymanukum dedi. Halol bo'lganki xo'jayin yaqin keldi. Xo'jayindan farzand ko'rsa, bu dedekning darajasi sal ko'tarilib ummul valaddir. Yani xo'jayindan farzand ko'rgan dedek ash dedek tuqqan bola qanday bo'ldi? Ho'radan bo'ldi. Chunki bola degan ataning eng yaxshisi nisbat berilgan gap. Birisi hur, birisi qul bo'lsa, hurga mansub qilinmas. Yani bu bolaninki manfaatini ko'zlashyapti, islom shunda belgilagan. Endi bolasi hur, xo'jayini, ya'ni bolasining dadasi deylar, bu hur. Bu ayol hurlikka ilmashgan bo'ldi. Esvoldadir. Esvolgan ekan, buni ikkinchi qatimni bu qulluqqa hech kim qaytarib o'tmaydi. Xo'jayinim buni sotamaydi, so'qlanmaydi, desa berib o'tmaydi. Yani qulluqqa qat'iy qaytmaydi. Faqat xo'jayin hayotida xo'jayinga dedek bo'ldi. Xo'jayin o'lib qolsa,
o'zligidan azatlanib ketdi. Xo'jayinning o'limidan ham azatlanib ketdi degan. Müşün umulat deymiz. Ya to'lgandan keyin. Shuning avrtimi o'xshash demakchi. Vol mudabbara degan xo'jayini o'lib ketgandan keyin azatlanib ketadigan dedak deydi. Ya'ni xo'jayin nima deydi? Yaxshi xizmatini qilgan bo'lsa, yoki savob berishadigan bo'lsa, mendan keyin qilsang sen azat dedi. Ashunda deyilgan dedak mudabbara. Xo'jayin shunda o'lsa, o'zligidan azat bo'lib ketadi. Mukataba Qur'oni Karimda kelgan. Fakatibuhum in alimtum fihim khayra. O qullar hech qanday yo'q qul. Uni sotdi, ya'ni qulluq qildi, miras qildi, shunday. Lekin Mavla sifati sal o'zgarganlar xil darajaga, martabaga erishganlar. Ama shu qari qo'llanadi bu. Amma dedi mutlaq, ha? Boshqasidan sifatlarning bu dedik. Ya'ni qin degan ma'noda shu. Al-qinna. Bunda qaraydigan bo'lsak, ulamolarningki mushmasil tutgan qarashi 3 xil. Birinchi qarash bu ko'pchilik ulamolarning qarashi deydi. Bu dedekningki avrta ernikiga o'xshash. Kindikning to'yini siz qadar dedi. Bu ko'pchilik ulamolarning qarashi. İmam Abu Hanifa uningga ketib, mesela yillik qadar o'rinni qatdi. Nima? Abu Hanifaning gadi yengillidi. Ana jumhurninkida ko'ksimi o'rgatamasin buni. Bu baklan bir ig'ir gapdanmi bu? Abu Hanifa o'tirdiq dedi. İmam Ibn Hazm Zahiri bu hur ayolniki o'xshash. Hur ayolning butun jismi avrat desang, butun jismi avrat bunimi? Yüzülen alkan sırtlısan, yüzülen alkan sırtıda. Bunda demek. Bu cumhurun delili nima? Ömer radıyallahu anhu bir direkni, yani niqabını vagan, fırkını vagan bir direkni körüp, "İkshifi ra'saki, la teteşebbehi bil harair" dedi. Hür ayollarga o'xshanma, peshona chirat dedi. Va shuni o'xshash anda rivoyat kelgan. Bayhaqi yoki Abdurrazzaq rivoyat qilgan voqealiklar. Nima uchun desa, bunun demakchi o'g'ini dedaklar ko'chaga chiqib qolsa, xo'jayin ish quruydi-ku, sayakagin, munakagin deb. Chiqsa, fasiqlar, axloqsiz odamlar to'la yo'lda chaqchaq qilib, oldin to'sib oldigan bunda ish bo'libdi. Bular hur ayolga o'xshash kiyinib olsa, hur ayoldan ba'zisini dedaklab o'ylab qilib, hur ayolning oldin to'sadigan chaqchaqlar ishlar bo'lib qolgan. Shunga Hazrat Umar bir ayolni qo'llash uchun shunda qilgan demakchi. Bu shu jumhurning qarashi. Bundan bu ko'pchilik olimlar masalan namoz o'qisimi, yog'li qatmaylar namoz o'qiydi deb qarashini dedikna. Ba'zilar yo'q, bu odatda namoz o'qishi u boshiga, lekin boshqalarni jalb qilish, fitna fasod sabab qilishlar u boshqa gap. Mesela İmam Taymiyan degan burun Arablarning dedeklari o'z chog'larida chiroyli, sohib jamol emasdi. Shunga bu xuddalaqa yashim qolgan mo'mayildek ular ruxsat qilinadi shunda. Uy ichida unda yerim kiyim kiyib xizmat qilish, tamoq yeyish, kirish shunda ishlar, unda shu ruxsat qilinadi. Keyingi vaqtlarda islom futuhatlari kelib ketgandan keyin boshqa millatlardan turklardan bo'lamdi, rimliklardan bo'lamdi, shunda sohib jamol dedeklar kelgandan keyin bu sirtda shunda yursa, shunga sabab bo'lgan bo'g'achqa, shunga sabab bo'lashatdan uni cheklaymiz degan. Lekin shunda ayollarmi sirt chiqqan chaqda kiyinish kerak, lekin namoz o'qigan chaqda yani avrat emas, ortiq yeri avrat emas deb qaragan. Lekin hamma badani avrat deganlar Ibn Hazm Zahiri shu umum kelgan oyatlar bor. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika va banatika va nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Nisa'il mu'minin mush dedak nisa'il mu'minin mu emasmi? Nisa'il mu'minin qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim qul lil mu'minat ashxtabam umum keldi. Bandisilikda Allah qulluq izhar qilishda shu dedakmi, hur almi o'xshash. Undan kim avratimi o'xshash emas. Hatto boshqalarga fitna fasod
jihatdan yomon ta'sir berish yoki jamiyatda buzuqchilik sodir qilishda didakda ig'irroq. Chunki didaklar o'z vaqtida hozirgi zamonning naqshi xususiylari shu. Hozirgi zamondagi televiziya cho'lponlari, kino cho'lponlari o'z vaqtidagi shu didaklardan bo'ldi. Xo'jayinning oldida usul o'ynab, naqsha aytib, ko'nglash xo'jayinning va mehmonlarning. Hozirgilar o'zining ixtiyorligi bilan tomoshabinlarning ko'nglini ochilgan, bunda shakli o'zgargan kasb xodimlari bo'lgan bular. İxtiyoriy, bir majburiy. Ular hozir mas televiziya cho'lponlar, naqsh cho'lponlar qanday chiroyli, ashunda chiroyliligini tanlab ekil. Bunday fitna fasod avvalda ig'roq bo'ldi. Chunki Ibn Hazm Zohirin degan kumak mumaydim bizni akilla, undan direktning ashunda Said Jamoliddin akil qonunni fitna bo'ldi ekan deb endi misol qo'yadi. Lekin endi Imom Ibn Hazm o'xshash deb qaragan bilan jumhur ulamolar Hazrat Umarning voqealigi sahih kelgan. Ash voqealik ham beshini ichvat degan. Beshini ichvat degan gap bor. Lekin to'ksini maydonni ichvat degan gap yo'q uningda. U sahih bo'lsa-mu, beshini ichvat sahih bo'lsa-mu, lekin ma kindik qadar mayda va qo'saq tarafida u dil bo'lmaydi. Ham jumhur ulamolarning dil qilgani Ibn Hazmga qarata hamma tarafda o'xshash degan taqdirda bunda bo'lsa nikoh dedikmi nikoh qilindi. Xo'jayinning nikoh qilmaydi. Lekin xo'jayin boshqa bir qulga, qo'shnisining quli, og'inisining quliga adashmasining qulunliga, ma'nataqinga bizning bahar gulni aprila deb nikohlab qo'ydilar. Qul dedikmi nikohni ochpa. Nikohlansa bu aslida hurg'on bo'lsa, erining qo'lida 3 taloq huquq bordi. Nima? Pul taloq qilmoqchi bo'lsa, qo'lda 2 taloq bilan bo'ldi. İddet tutib qolsa 3 hayz tutamda. Lekin dedak 2 hayz iddet tutdi. Talaqul amati sanatan va iddatuha haydatan. Bu endi asli 1,5 tush kerak. 3 bo'lsa 1,5 tushda. Lekin taloq bilan iddatni yerim deb bunda hisobliqli bo'lmagan ekan 2 tushda. Lekin jazo masalan had 100 darra urgan jazo olib qolsa bu 50 qilib qoldi. Endi hammani da hurga o'xshash tizimga ma'ni o'xshash deb baqamasa. Bu mundaroq. Lekin buningda shunda qarasak, ya o'xshash degan ashqarash jalliq shuda Ibn Hazmdan yoki yaqin dedak bo'lgan ekan, bu davomli qamdan keyin ittimni qildim deb undaq qilinmaydi. Xo'jayinning xizmatida tamoqatni so'nmaydi, uyni tozalamasu bo'lmaydi, supimiz bo'lmaydi. Bundan ba'zi bilakka o'chiq qilishi, yo'l qatamay qilishi bunda ishlar bo'ldi. Desa Abu Hanifaning muvofiq chiqdi. Bularni Hazrat Umarning beshini ichib degan shay voqealik Abu Hanifaning dalil bo'lish kerak edi. Tamam? Uni maydonda ichib degan gap yo'q. Shundan keyin bu dedakning avatdan adinakcha degan masalada xil qarash bo'ldi. Abu Hanifaning normal o'ttirdagi qarash bo'ldi. Qala va jami'u badanil hurrati awra. Hur ayolning badanining yuzi bilan alqini berish qadar shu ikki o'rindan boshqa ham yer avrat. Va jami'u badanil hurrati awra. Qala sallallohu alayhi vasallam al hurratu awratun mastura. Buning dalili mushada ko'rsatdi. Al hurra awratun mastura. Ana bu hurra awratun mastura deb bunda kelmagan hadisda. Hadisdagina al mar'atu awratun fa idza kharajat istashrafaha ash-shayton deb kelgan. Hatta mushadismi sanad sahih deb turma kitobda. Batning ostida. Mushadismi ojiz. Nima uchun desa, bu kim rivoyat qilgan sizning ba'zi kitobda yozibdimi? Al mar'atu awratun degan. Ibn Mas'uddan kim rivoyat qilgan? Qatada. Qatada rivoyat qilgan buni. Qatada mudallis. Qatada mudallis. Bu an'ana qilib rivoyat qilgan. Yani hadis sahasida buni ojiz deymiz. Yani hadisdan sahih deb turgan bu boshqa yo'llar keldi, lekin Tirmizining mush rivoyati Qatada orqali rivoyat qilingan bo'lsa, ojiz chiqadi. Bu ojizlik aniq. Ojizlik aniq. Nima uchun al-mar'atu awra deb tamam? Al-mar'a degan umumni bildirgan so'z. Ayol kishi. Dedekmi shuni ichida? Alloh Hazrat Umar beshini ichib degan sahih keldi. Buni bilan taqshib qildi. Qala wa jami'u badanil hurrati awratun mastura. Buni dalili mushada ko'rsatdi. Al hurra awratun mastura. Buni dalili mushada ko'rsatdi. Al hurra awratun mastura. Buni dalili mushada ko'rsatdi. Al hurra awratun mastura.
Al-mar'a degani butun hamma jismini avrat degandek bir mazmun chiqadi. Ya istisno qilmadi-ku, al-mar'a avrat degan. Agar bu shunda bo'lsa hamma jismi avrat deydigan dalolat qilgan bo'lsa, uni talashtash bo'lmaydi deb. Sayyidullah bunda dalolat qilgan bo'lsa, shu bu hadismi ojiz. Qala illa wajhaha wa kaffayha. Unda Hanifi mazhabda ayol kishining o'sha yuzi bilan qo'li beg'ish qadar avrat emas, boshqa butun badan avrat deb qardi. Bunun dalili qavli Taala va la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Zinnatlardan faqat shundan ko'rinib turgandan boshqani ochmasin dedi. Yani ko'rinib turgani qaysi? Bu shunda ulamolar ixtilof qilgan. İlla ma zahar ko'rinib turgani qaysi? Hanifi mazhab odat ko'rinib turgani muomalatda bo'lsin, ilm zitdan boshqa bo'lsin, yuzi bilan va qo'li o'chib turibdi. Abu Hanifa'ning rivoyatida putumu bor. Mushular o'chib turibdi illa ma zahara minha, ya'ni al-wajh wal kaffayn demak. Ba'zi ulamolar bu ko'rinib turgan degan manda harakat qilgan chaqda, yo'lda mangan chaqda masalan, yoki at uloqdan tushgan chaqda, yoki bo'ron chiqib, shamol chiqib, ko'ngilning qarivasi esilib qoldigan, ya'ni shunda bir ishlarni esilib qoldigan, ko'rinib qoldigan buning sirtida undan boshqa chaqda ham yerni o'yish kerak deb bunda tushunadi. Yana ba'zilar illa ma zahara minha bu qari bir kulangi bo'lganda. Ayol kishi butun badanini yo'gab, qariroq bo'lsin, boshqaroq bo'lsin, butun abaylar yo'gdima, yo'gandan keyin bir kulangan. Sirtdan qarasak bir gavda bor. Ash gavda, u gavda ham harom emas. Sirtdan kelgan abay, qara abay, kulran abay kelibdi, bu avrat emas. Ma zahara yani sana shunday sirtdan kelingan gavdisi demakchi. Abayisi bu avrat emas. Undan boshqa zibizinnatlar yoki badallari avrat demakchi deydi mana shunday qarash. Doki illa ma zahara minha mustasna nima desa, ya'ni bu mazhab ko'pchilik ulamolar al-wajhu wal kaffayn deydi. Ikkinchi qarash illa ma zahara minha tasarrufi esib qolgan shamolda, bo'ronda yoki bir yerdan tushib chiqishda esib qolgan yerlar. Demak unda istisno yo'q demakchi bu qarash. Uchinchi qarashmi unda istisno yo'q. Lekin sirtqi gavdisi shu qarisi bo'lgan, lekin boshqa qarsam bo'lmaydi. Qala ibn Abbas radhiyallohu anhu al-kuhlu wal khatam surmulan uzuk deb. Yani surmulan uzuk degan so'zdan mana va min darurati ibda zina ibda'u mawdi'iha. Ashu degan zibiznatni ko'rsatishdan nima kelib chiqadi? Shu zibiznat taqilgan badanni ko'rsatishdi. Masalan, uzukni ko'rsatsan ruxsat desa, shu uzukni shu barmoq singan holat ko'rsatilgan. Ya'ni buning demoqchi bo'lgani shu qo'lni ko'rsatsang bo'ldi, deganga chiqadi. Surma degandan shu ko'z, ko'z degani yuzni demoqchi ma'noda. Nima uchun degan chaqda u uzukning o'zini ko'rsatsa hech qanday adam kiyingan, ayol kishi kiyingan holatda oltin asbob do'konlarda uzukni ko'rsatib tutmasdan. Buning bir cheklangan tarafi yo'q. Endi Ibn Abbas radhiyallohu anhu tarjimonul Qur'on xotam degan ekan, uzuk degani uzukni sog'in barmoq ko'rsatilsa hech gap yo'q degan gap dedi. Shu barmoq degandan qo'lni tushungan bir qadar. U bir barmoqni ayirib ko'rsatib, boshqasini ko'rsatmaganda tug'ilmaydi. Ya şu mavda barmak. Aşı üzükme ma'nı çalışım kim ma'nı çalışım to'rtning hammasi sağ oldu. Bazı ma'nı çalışım kim bazı millatlar. Lekin to'rtning qarshi sasi bo'ldi. Üzükni ko'rsatish senga barmoq kelgan narsani atab turib, saldigan o'rinni maqsad qildi. Majaz, mursal damdoq. Wal kuhlu zinatul wajh. Endi surma va shunga o'xshash narsa bu yuzningki zibizinnati. Wal khatamu zinatul kaffi. ولأنها تحتاج إلى كشف ذلك في المعاملات فكان فيه ضرورة. أساس دليل مشمده. عادة مش ناسنا إشقا احتياج با muamilda va uy xizmatlar talab ishini qilish ishini bajarishda mushuni o'chib qo'yish ehtiyoji bor. Fayadharu minha adatan. Odatda o'chib turdi mush narsalar. Shu illa ma zahara minha illa ma zahara minha adatan deb bunda tafsir qildi. Bo'ldi degan gap chiqdi mana. Lekin ulamolar surmini
agar zinnatni uchun sürtgan bo'lsa, sirtqa surma tortishsa bo'lmaydi, davolanish uchun sürtgan bo'lsa bo'ladi deb qaraydi. Uningdan boshqa yuzi sürtilgan girimni sürtib chiqsa bo'lmaydi deydi. Hamda Hanifi mazhabinki qarashini o'qitoqsin, ammo endi ulamoning qarashlariga qarab boqaylik. Masalan, to'rt mazhabning qarashini qarab boqsak, Hanifi mazhabda al-wajh wal kaffan dedi. Bunga qadam degan nima qatadi? Hanifi mazhabning uch imom, ya'ni ashabuna deymiz-ku, ashabuna mushunda qaraganligini, ya'ni al-wajh wal kaffan mustasna deb qaraganligini İmam Tahavi Şerh-i Asar degan kitobda, Saraxsi Mabsut degan kitobda, Abu Bakr al-Jassas Ahkamul Qur'on degan kitobda naql qilgan. Undan boshqa naql qilgan. Bu naql qilgandan bir misol oldik. Ya'ni Hanifi mazhabda unda avrat emas degan qarash yo'q degan gap bo'lsa, unda shu chaq deydigan gap. Abu Hanifa va uning ikki shogirdi bunda deganligini shu Imom Tahavi va Abu Bakr al-Jassas va Saraxsi naql qilgan. Hanifi mazhabning imomning qarashiganda al-wajhu wal kaffan mushundan boshqasi avrat. Abu Hanifadan kelgan bir rivoyatda tutma avrat emas. Bu Hanifi mazhabning masalasi. Maliki mazhabchi, Maliki mazhab Imom Malik uchiq demagan bo'lsa, lekin Imom Malik bunda degan deb qaragan qarash shu mazmun, masalan Muvatta'da shunday bir mazmunda keldi. Bunun şerhini qilgan Baji Muntaqa degan kitobida, Muntaqa Sharh al-Muwatta, shunda Imom Malik bunda qaraydi deb yakunladi. Yana Imom Ibn Rushd, cho'ngda da Ibn Rushd Al-Bayan va Tahsil degan kitobida Imom Malikning qarashini bunda yakunladi. Yani Imom Qurtubi Ahkamul Qur'on degan tafsirda mushu Imom Malikning kelgan qarash deganda mazmunda gap qilgan. Undan Imom Malikning shunday qarash keldi. Al-wajh wal kaffan deb. Yani Şafii mazhabiga qarasak, Şafii mazhabida İmam Şafii al-Um degan kitobda o'zi yozgan kitob. Bu al-wajh wal kaffan dedi. Ve kullul mar'ati awra dedi. Ve kullul mar'ati awra illa kaffayha ve wajhaha. Yani iniq İmam Şafii'de iniq o'zi yozgan kitob keldi. Ve zahru qadamayha awra. Ustininki dumbisi avrat, lekin tapini avrat emas degan mazmun. Navki İmam Şafii'den masalasidan 50% avrat, 50% avrat emas deganday. Hanbali mazhabimi ash mazhabda hisoblangan sahih rivoyatda İmam Ahmadning kelgan rivoyatda 100 avrat emas, 100 bilan alqan avrat emas kelgan. İmam Ahmaddan 3 xil rivoyat kelgan. Bir rivoyatda biz hozir degan rivoyat boshqa 3 imomniki o'xshaydigan. Yana bir rivoyatda 100dan boshqa joyli avrat, yana bir rivoyatda butun badan avrat dedi. Lekin mushu shiroyning ichida Hanbali mazhabda hisob bo'lgan rivoyat qaysi desa, shu 100 bilan qo'l avrat emas degan qarash. İmam Ahmadning mashhur kelgan rivoyatlarini Hanbali mazhab qaysi hisob bo'ldi, inovatlik deganni ayirishda al-insof fi ma'rifat ar-rajih min al-khilaf degan kitob bor. İmam Mirdavining. Ashunda as-sahih min al-madhhab anna al-wajha laysa bi'awrad. As-sahih min al-madhhab al-hanbali. Yana Ibn Qudama al-Mughni degan kitobda mush qarashni mazhabning qarashi deb o'tirib qo'ygan. Lekin unda mushular to'rt mazhab xuddi bunda akasak to'rt mazhab yuzidan qo'l avrat emas deganda, lekin mazhabning ulamolari mutaqaddim imomlar shuna degan bo'lsa, endi keyingi ulamolardan hozir zamon buzib ketdi, fasiqlashib ketdi, axloqsizlashib ketdi. Shunga fitna fasoddan saqlanish uchun yo'gishi vojib degan gapni o'tirib qo'ygan. Bo'lami yosh ayollar yo'gishi lozim degan qarashni o'tirib qo'ygan. Nazariya jihatdan yuzidan qo'l avrat emas degan asos to'rt mazhabda qarash. Ilgirki imom shunday degan, keyingi zamon buzilib ketdi deb fitna fasoddan saqlanish uchun yo'gish vojib degan. Shunga fitna fasod bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolaning oldida turib namoz o'qiydigan shulab qolsa, yuzini o'gmaydi deydi. Yuzi avrat bo'lmaydi. Qo'lni shunda. Yani bu masalada ulamolar izlangan, ikki taraf bo'lib qolgan masala. Yuz avratmi, avrat emasmi? Oyatlar qarasak, hammasi shunda ehtimolliq. Masalan,
avrat deganlarning dalillari asho yudnin alayhinna min jalabibihinna degan oyatni dalil qildi asosida. Bu Ibn Mas'ud, Ibn Abbas va Ubayda Salmaniydan kelgan qarashda tafsirda yuzni yo'gaydi, faqat bir ko'zni qo'yib qo'ydi degan. Mushahidning yudnin alayhinna min jalabibihinna degan mushqarashni tutganlar hozir ikkili ko'zni ochib qo'ydi. Mushqarash amal qilaysa, bir ko'zni ochib qo'yish lozim. Bir ko'zni ochib qo'yish hozir hech kim amal qilmasdi. Ya Hanbali mazhabi bor. İmam Ahmad'dan bir rivayet var dedi. Mesela İmam Ahmad'dan aslında neşkil qarash keldi, lekin Hanbali mazhabiga vakillik qilgan qarash shu. Lekin İmam Ahmad'dan aslında bütün beden avrat degan qarashni kelgan. Endi degan ulamolar bormi deydi. Hozir bunda o'qish ishning sababi shu qahramon zaman basat degan. Lekin nazariya jihatdan yüz avrat emas degan qarash shu kuchliq. Yüzme avrat deganlarning dalili shu oyat. Yuddin alayna min jalabibihinna. Hani ikkinchi dalili illa ma zahara minha va la yuddina zinatahunna illa ma zahara minha. Illa ma zahara minha. Sirtqi kelgan jilbobdan boshqa zinnatini ochmasa degan bo'g'achqa butun badan avrat demakchi. Bundan boshqa bayatdan chiqqan al-mar'atu awra Fayda xarajat istashrafa shayton deganni dalil qilishdi. Lekin bu hadis ajiz. Nima ishga oyatdan dalolat unda nas emas unda. Keskin holatdan san bizning avratdan bildiradigan nima dal unda chiqdi deymaymiz. Endi ehtimolliqi bor. Yüz avrat emas deganlar bayatdan biz dedik-ku illa ma zahara minha, ya'ni illa ma zahara minha odatdan da kishilar muomala qilishda turmushda ilim setimda uçukturgan şu yüzülen koltaya demekçi. Bu bir delil. İkincisi hadiste la tantaqibul muhrimatu ve la talbasul qaffazayn dedi. Ehram bağlagan ayal, hac ömrüge ehram bağlagan ayal niqab taqmaydı, qalay kiymaydi dedi. Bu avrat emasken natija chiqdi dedi. Abi qarshi taraf deyishi mumkin. Odatda shunda niqab taqaydi, qalay kiydi. Hajda ehram bo'lgan chaqda taqmaydi. Bu ehramga xos bir ruxsat. Undan keyin bu mushundilla hozir mafhum muxalafa asaq odatda shu narsani taqish kerak degan mazmun chiqdi deydi. Lekin ma yuz avrat emas deganlicha desa, mushadisda mana niqob taqmaydi, palay kiymaydi degandan keyin hajda bu bir ibodat bo'lgan ekan, avrat uch qavatda qiz dursunmas kerak. Bu ruxsat qilganlikka avrat emasligining dalili. Ta'abbudi debmi? Ya ham ta'abbudi izma avratni ta'abbud qildish yo'q-da. Ya. Avratni ichib ibodat qilishda yo'q qildish yo'q. O'ylaydi, endi o'ylaydigan ba'dir. İslam şu yürgüşün buyurgan mı deb şunu aydınlaştırıyoruz hozir. Yani İslamning hukmini bir bilayli. Onun ya to'g'ri chiqa, onun o'ylig'ini ya xato chiqa. Lekin biz hozir shuni aydınlashtirish bosqichida. Endi Hazrat Aisha erlar o'tgan chaqda yog'liqni tashlabdiq degan rivoyat bor. Ondan keyin bu yuz avrat deganlar mana erlarning oldida yani yuzni ochib qo'ymagan-ku, avrat bo'lg'achqa nima uchun umumda boshqa o'chib turibdi bu avratni o'chib qo'yib ibodat qilish bo'lamdi desa, Alloh taolo degandek ta'abbudi deyish mumkin. Boshqa dalil bormi? Boshqa dalil bor edi. Masalan, hadisda kelgan saf'aul xaddayn degan rivoyatga tayindi bular. Hayitda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozdan keyin erlarga vaziyat qilib, keyin ayollarning qishqirib vaziyatga Hazrat Bilal etikini eshib turdi. Ayollar yüzük alqılarını tashlab turdi. Nima? Endi men do'zax ahlining ko'p qismining ayollar ekanligini ko'rdim degan chaqda ayollardan gap so'rdi-ku. Bu nima densa, bu kufran dedi. Bu kufrun billahmi yoki boshqa kufrmi bo'lsa, kufranul ashir dedi Rasululloh. Shu chaqda gap so'ga ayolni sifatlagan so'z
faqamat imra'atun saf'a'ul khaddayn deb kelgan. Bu Sahih Muslimdagi rivoyat qildim. Degan saf'a'ul khaddayn degan mush so'zning hadisda zodi sabit emasga talash-tartib qiladi. Ammo Sahih Muslimda ketgan. Saf'a'ul khaddayn degan ichki ma'nosi sal charchab ketgandek yoki sal qardab ketgan, rengi o'chib ketgandek bunda bir ichki ma'noda o'chibdi o'shalma demoqchi ma'rifatning dalil. Yana bir hadisda bir ayol bilan Rasulullohga o'zlariga o'zim bir vatdan dedi, shuni ama vahabtuka nafsi dedi. Qur'on Karimda ulug'o va mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiy. Shu chaqda Rasulullohga ustiga qardi, butun bir qarivatdi degan rivoyat kelgan. Shu chaqda bu ayol yuzi o'chiqdi deb turoldi ma. Yuzi o'ratamas degan dalil kelganlar. Andan yana bir dalil Rasululloh shu tag'isining o'g'li Fadl ibn Abbasni aqlga mingashtirib Mina'ga ketayotgan chaqda, Muzdalifada bu Mina'da bu. Imra'a min Khat'am qabilasidan bir ayol kelib fatvo so'rgan. Bu ayol chiroyli ayolgan. Asli rivoyatda imra'a vadi'a deb kelgan. Chiroyli qilgan bu. Min al-husn, vada'at min al-husn duqo, sa'at jamal chiroyli ayol. Bu nimani bildirdi olsa, yuzi o'chiqdi degan gap. Hatta Fadl ibn Abbas umi kelishgan yigitda bu Fadl ibn Abbas u ayolga qarab qoldi. U ayol Fadl ibn Abbas qarab qoldi. Endi Rasululloh Fadl ibn Abbasning bo'yinni atrofga qarab. Birinchi qarab turishning to'g'ri emasligi chiqdi. Al-ula laka va thaniya alayka. Ha? Ikkinchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam axloqi. Bu xato ish qildi. Testakka vaqtimizni go'y qilsa deb undan qilgan yo'q. Shunday ish qo'ydi. Bu dalilmi yomon emas endi. Shu chaqda o'sha ayolning o'zi chiqdi. Fadl Abbas ona chiroyli qayloqqa qarab qolgan deb turdi. Bu ayol so'dg'amasan dadam tugida o'tirolmaydi, yo kasaldi, yo o'lib ketganda uning o'rnida hech kesam bo'lamdi, yo qo'ysam bo'lamdi degandek mazmunda fatvo so'rgan. Va shuning o'xshash dalillarni aytildilar. Bizni o'rgatganlarmi qata dalilni tuzibdi. Sheyx Muhammad al-G'azali Sayyidisning 18 dalil va kishining o'zida o'rgatmaslik debdi. Qaysi hadisni sirib tekshirganda bir joydan chiqib qolgan bo'lishi mumkin, Alloh a'lam. Sheyx Sharawi an-niqab laysa bimafrudin wala bimarfud degan. Farzma emas, butunlay yo'qishtiradigan, rad qiladigan ish emas degan. Men shaxsan o'zimning tarjihim bu Alloh taolo shunda qo'yib qo'ygan bir ish. Agar yuzni avrat deydigan bo'lsa, cho'qim aniq bir dalil bilan, nas dalil bilan, ehtimolli yo'q dalil bilan Qur'on Karimda ya sayyidista al-vajhu awra, vajhul mar'ati awra degan bir nas kilit cho'qim. Lekin bunda qo'yib qo'ygan musulmonlar ba'zi sharoitni qo'yib o'zini ochgan bo'lmaydi. Ya ba'zida yurginib taqmo yaxshiroq kiyinadiganlar yurgi ochmaydi. Deb bundaroq ijtihodiy da'vatni qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin hamda biz qaysi buni tarjih qilmayli, qaysi tarafni butunlay yo'qishtirib o'tishga bo'lmaydi. Mayli avrat deganni tanlayli, avrat emas deganni tanlayli. Bularmi hozirgi zamonda niqob va hayo va axloq qarshi turilayotgan bir paytda adat yog'liqmi qarshi turilayotdi hozir. Bunda paytda yalang'ochlik avjab ketgan, badanni yo'gab yurishga qarshi jang e'lon qilinayotgan paytda agar biz avrat emas degan qarashni tanlagan taqdirdami, bizni yo'galni qo'llab-quvvatlab, taqimo mustahkam turishga duo qilib bunda turish lozim. Hech bo'lmasa bizni yo'gashgan shu musulmonning o'zining shaxsiy erkinligi bo'ldi. Masalan, odatga ijoblanishi u bir farz bo'lsa, bu mustahab yoki bo'lsa, ixtiyoriy bo'lishqa, men yo'gayman desa o'zining erkinligi bo'lishi kerak. Uni hech kim uni to'sanmas lazım. Albatta, ba'zi bir o'rinlarda kimligini isbotlash tekshirishida ayolni tug'izib, bizda ish tekshirishi bo'ldi. Erlar ko'magan sharoitda. Lekin uni sen o'zing yo'g'maytding deb bir kimni to'sash haqqi emas. Musulmon ayolning tezsiz ayolni biz o'rat degan taqdirda
bir qarashda kafir ayolga ko'rsasin bo'lmaydi. Chunki oyatda av nisaihinna dedimi? Nisaihinna degan o'zidan shu musulmon ayollarga ko'rsasi bo'ldi. Lekin o'zidan bo'lmagan ayollarga ko'rsasi bo'lmaydi degan mazmun chiqdi deydi. Lekin ba'zi olimlar kafir ayollarga ko'rsasi bo'ldi. Yani kafir ayollarga yoki musulmon ayollarga avrti, shu er kishining avrti bor, kindik bilan siz qadar degan. Bundanki umuman xilofiy masala. Majburlasa, yuzni yo'gashga majburlasa, uni ma'qul deyish lozim. Bu yomon ish zo'rimida, afzal bo'lgan, fazilatli bo'lgan, texmi taqvodorlikqa yaqinlashganda, hozir sharoitda, unda zo'rlagan ekan, mayli deyish lozim. Uyning buzilib ketishi bilan yolg'och, o'shkisi selishtirsa, azroq tanazzul qilish lozim. O'zi avrat emas degan qarashni tanlagan taqdirdimi? Lekin yuzingni ichivat deb nima qilgan taqdirda uy buzilib ketish nimasi berib qolsa, itoat qilish bo'ldi. Chunki o'limoldan avrat emas degan o'limol bo'lgan ekan. Shundan bu yuz masalasi shunday bir masalamdir. Dalilli ehtimolli har ikki tarafning nurg'un o'limolari va dalillari bor. Bunday qilib qolgan masala. Lekin endi qo'l avrat emas deganlar to'g'anda o'chiq qo'ysa bo'ldi-ku. Qo'l avrat deganlar bu palak edim. Tushunami? Aslida avrat degan o'rinlar u besh barmoq yoki shu avrat degan narsa bunda mana bilan mujassam holatda aynan ifodali holatda ko'rsatish ma'lum bo'lishi kerak. Masalan, maydis avrat deydi. Maydis chaplashib turadigan, ko'ksini ma'lum qiladigan may kiyvasa bu shar'iy hijob bo'lmaydi. Gavdilantirmaydigan yoki rangini ko'rsatmaydigan darajada nefis olmaslik, tavonmaslik degan shart bor shar'iy nimada. Hijobning o'lchimida. Do'nki hozir bu amni bunda bir tasavvulum amdi. Talakido, talakayin lekin bu bunda barmoq bo'lmasa mana bunda chiqib qolsa asli bo'lmaydi. Hijob nimasiga o'lchimga tushmaydi. Bu xuddi nimaga o'xshaysa, badin shu tashabbus turgan kiyim kiyib olgandek bo'lishi mumkin. Bundan har biringlarda ba'zi maqarashni tanlaysiz, ba'zi maqarashni tanlaysizlar. Lekin ittifoq qilgan o'rinmi bormi? Yani shu nimadan tuan chiqmaslik lozim, tuan siziqdan. Bundan keyin ondan yuzni o'gisa obdan mayli bo'pti deyish ham ittifoq qilsam-ku. Shu arliqimda tercih har xil bo'lishi mumkin. Undag'da vojibda sunnatda bo'lsa muhim bo'lmaydi. Ya qaysi qarashni tanlasizlar, shu qarash bilan ma'noga. Endi hozir menda bir masala ig'ir duch kelayotgan masala. Men yuz avrat degan qarashni tanladi. Tanlagandan keyin uyda qaynata, qaynaka, qaynini buni qarda tamasini dastan soldi, chay qildi masalan. Bunda aslida bu ayol yuzni qoida bo'yicha yurish lozim shu. Ashuni yat erkishi al-hamul maut degan nimada taxavvuyat kishini bakrak yo'gish kerak bo'lib qolgan kishi bo'lib qoldi. Nahotki bu uy ishidan qiyinchilik kelib chiqqan ekan. O biz tuqqanlar xafalab qoladi. Qanday gap? Biz bu yomon ko'z bilan qaramtoq bu deydi. Yani o yo'getgan birodarlig'idan bu Alloh taolaning amri, bu o'zimiz bo'lmaydi deb qutuldi undan. Lekin shunday ham bu ijtimoiy nahayat bir qiyin masalaga duch kelib qoladi. Ashunda so'g'alli bor. Bunday qilish lozim. Avrat emas degan qarashni tutsanglar, bo'ldi, masalalar bo'ldi. Ularga yuzni ham ichib, qo'l bilan berish qadar muomala qilsang bo'ldi deymiz. Yuz avrat degan qarashni tanlasanglar, yo shuni chidash lozim. Bedellendi. Endi o'zimizning e'tiqodi to'g'ri deb qaragan nim bo'lsa, Allohning amri shu deb qilsak, shuni chizishimiz lozim. Yo'kanda sal qiyin ahvolga duch kelganimizda sirtda yuz avrat degan qarashni, yo avrat emas degan qarashni afzalroqki, yo'gash degan qarashni tutib, uy ichida siqilib qolgan joyda biz avrat emas degan qarashni tutib qo'ysa, chiq qarashni unda belirli ma'sum bo'ldim. Uning boshqa chiqish yo'li yo'q. Bu ta'simda haqiqatan uningga bir chora tepish tas. Hozir jiq oilalar duch kelayotgan masala bu. Ba'zilar ayrishi mumkin, lekin o'sha bag'ish qadar ishli tarafi, ishi va sirti.
Onun altın bir narsasi maqsaddan davom bir rivoyat bu aciz bo'lishi mumkin. Men tekshirib olmadim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir ayolning va xini qo'ymagan bir qo'lni ko'rib, bu akishni qo'lim bu debdi. Ya, qo'lning avrat emasligiga dalil bo'lishi mumkin. Sey bo'lgan taqdirda. Va yuzda avrat emas dedik. Qo'l avrat emas dedik masalan. Mush qarashga asosan talaq chiqqanda ko'k, qizil, sariqni bo'yabsi bo'lamda bo'lmaydi. Ay, sürme nima uchun desa, balki zinnatlanma emas, uni ko'zni davolash, ko'zni saqlash tarafidan boshqa ruxsat qilgan bo'lishi mumkin. Paypoq kesimning ba'zilar Evropaning ishtiqolda nima deydi mesela Resululloh'da ihramni vaqtida yuziga qo'ysin, qo'l halat taqimsin dedi. İhramning sirtida taqash kerak. Agar undan bu taqash kerak deganga chiqmaydi bu. Mafhumul muxalafa. Dalil chiqarsa qanday darajada dalil chiqadi? Mafhumul muxalafa chiqadi. Yani ehram bağlaganda taqamaysa degan gapni g'ash ta'ti o'rsak, ehram bağlamagan chaqda tale kiyishing kerak degan gap chiqadi deydi. Bu dalil xitob ajiz, sulhda ajiz. Shu avrat deganlar bu masalada buni bizga tushuntirish berishi lozim. Hanifiy mazhabga tushuntirish berishi lozim. Birinchi, putni avrat degan, qo'lni avrat degan, yuzni avrat degan qarash bo'ldimi? 3 yerda nima bo'ldi-ku bu yerda hozir. Qo'lni avrat degan taqdirda qo'lni barmoqlar mana bilan bosh barmoqni gavdalab turgan palakas yana u ijab shar'iyda kirmaydi. Yana putqa hozir kelganda paypoq kiyib olsa, u ijab shar'iy o'lchimiga tushmaydi. Chunki uni aynan ko'rsatib turgan narsa paypoq degan. Falami shunda. Ondan 3-chi e'tiroz, sizlarning dalil qilgan asosiy muhim dalillarning birisi. Ubayda Salmani rivoyat qildi. Tafsir İbn Mas'ud, İbn Abbas'tan kelgan bir tafsir. Bir tafsirda Hanifiy mazhab degandek vajibul kafar zo'g'o. Yana bir tafsirda İbn Mas'ud bilan Ubayda Salmani uchaydan nima degan? Bir ko'zdan ochib qo'ydi, boshqa hammani yo'gaydi degan. Ular hozir ham sizlar buni dalil qilib akilisizlar. Ayn vahida deganga universitet ikki ko'zni ochib qo'ysangiz bo'lsa, ma'noda ojizlik bor yana. Yani shunda e'tiroz qilsak bo'ldi. Ya niqobni niqobda ikki ko'zga ochib qo'ydi. Hozir shu ishko'zdan ochib qo'ygan niqob taqan demoqchi. Ya shu bizning yurtga mesela chumbal, ya to'romal, ashnalar mana hech qanday shamol o'tmaydigan bir ko'z, ikki ko'z degan gap yo'q. Buni ustiga yana bir e'tiroz, yuzi ochiq tursa, bu mahasinul mar'a, ayol kishining go'zalligi yuzi tursa, bu avrat bo'lish kerak degan bir masala bor. Mushu yuzi avrat deganlar mushu dilni akildi. Ayol kishining butun go'zalligi yuzida bor. Yani 90% go'zalligi yuz bo'ldi. Kishilarni jalb qildigan yerim shu. Bundan keyin bu yuz avrat bo'lish kerak deydi. Endi uningga e'tiroz bildirganlar hammadan bak jalb qildigani ko'zi. Mesela Arapning shoirlarimi shu ko'zni sifatlab she'rini to'kib o'tgan. Bundan keyin agar jalb qilish bo'lib qolsa, uni ko'zini yo'yish kerak desin qarashing bo'yicha. Masala jalb qilishga gap emas degandek e'tiroz bildi. Bu hani ikki taraf bunda bir-birini cho'qishib, oyoq tugmaydigan, bunda qo'yib qo'ygan ish. Buni hozir qadar ikki taraf bunda munozirlashib, bir tarafni qoyil qilib bu ixtilofni tugatgan ahvol yo'q. Hatto asan Shayx Albani rahmatullohi alayhi shu masalada hadis tarafdan, dalil tarafdan izlanib, nas bir kitob yozgan. İsmi uzun. Kitobning ismi الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقتنع بقولهم إنه سنة ومستحب. Kitobning ismi bu bunda bir izlangan vaqtimizda hozirgi amal qilish tarafda yuzni uygash yaxshi deb tanlash mumkin. U boshqa masala, lekin nazariya jihat, ilmiy nazariya, sat nazariya jihatdan izlangan chaqda tadqiqotchi va tajarrud degan ruh bo'lish lozim. Ya'ni men ma tarafni qo'llaydim degan u mavqeda turib emas, o'tirdi lillah turib, hamma dalilni to'kab, shunda tasqaydan gap. Bu o'ylayman Shayx Albani rahmatullohi alayhi shunda qilgan bo'lishi mumkin. Nima uchun degan chaqda Shayx Albani u yuz avrat emasdi deb turdiganlarning mavqesida emasdi. Saudiya Arabistonda yashaydi. Saudiya Arabistonning umum iqlimi yuz avrat degan qarashni yaqinlashdi. Lekin Shayx Albani tadqiqlab
o'zining tadqiqot natijasini to'liq jasorat bilan e'lon qilgan. Garchi uningga naqadar hujum kelib ketganligi Saudiya Arabistonida qo'g'litishi mumkin. Ayda bo'lsa-mu, o'rataman. Men hadisni tadqiq qildim, tekshirdim. Natija bunda chiqdi deb o'tirib qo'ygan. Shunda o'zining tadqiqot natijasini hech qanday yuz xotira yoki o'zining turayotgan joyining ko'ngli kelgan bo'lsa-mu yo xafalab qolgan bo'lsa-mu, haqni o'tirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ya shunda tadqiqot qilib, men nazariyatni ma'ni tarjih qilaman. Yanda qaraydigan bo'lsa sharoit bunda ekanda, men qarash tutsak bo'ldi ekan deb qarashni tutamdi deb qo'ysam, u bizga. Lekin nazariyatni ilmiy tarafdan ashulilla haqni o'tirib qo'yish lozim. Mushunda odam insonchilikda o'zining burunbi tutgan mavqesi, yaqilab qolgan qarashtirib qolgan ekan, ashtarafga tortishga, hadisni bunda egib biqishga tirishadigan gap. Bu shunga balki bir sinaq emas bo'lishi mumkin. Allohu a'lam. Qala va fil qadami rivoyatan, fut masalasida ikki rivoyat keldi dedim. As-sahih annaha laysat bi'awratin fi as-salati wa 'awratun kharij as-salah. As-sahih degandan, yani bu mazhabda bir necha qarash baliq chiqdi. Shuni ishi to'g'risi ma'lum. Boshqasi xuddi fasid qarashdak. Ma kitobda mush qarashni tanladi. Namozning ishida avrat emas. Shuni puti o'shiqqa qadar o'chiq qilib namoz o'qisa bo'ldi demoqchi. Lekin sirtda talatuzga chiqqan chog'da yat aksh qarashi bo'lmaydigan avratmi? Bu bir qarash. Yani bu mazhabda uch xil qarash kelgan aslida. Ma kitobda sahih degan qarash buni Hasan ibn Ziyad bilan Imom Tahaviy rivoyat qilgan. Yani bu shu imomning, yani bu mazhab imomlaridan rivoyat qilgan qarash. Bu zahir rivoyat emas lekin. Lekin maktab zahir rivoyatni olmay, ma qarashni tanladi. Endi yana birisi zahir rivoyat. Zahir rivoyat shu yuzidan qo'ldan boshqa hamma avrat degan qarash shu. Yana bir qarash avratun mutlaqan. Namazın işida, namazın sırtı dememiz. Avrat. Namazki avra mutlaq bu bir qarash. Maktab degan ayırgan qarash bir, ikki, üçüncü qarash nima? Laysat bi avra. Avrat emas degan qarash. Bu mutlaqan, ha? Hidayetmi? Avrat emas deganni sey deb qaragan. Al-asahda. Yani shu masalasi qanday gap? İmam Abu Hanife, yani İmam Şafii'nin şagirdi Al-Muzani, yani Al-Thawri, bula avrat emas deb qaragan. İmam İbn Taymiye bu qarashni kuchlantirgan. Al-aqwa qarashmi shu tarjih qilgan. Nima shunsa Alloh taolo va la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha degan. Wal qadamani zahiratan. O'chiqtirgandan boshqa degan ekan, lekin put o'chiqtirdi odatda. Dehonlar, yezlarda, ayollar shu yalon oyoqlamanda mong'idi. Hozir bizning yezlarda shuna mashum ketizliqqa. Ondan uzra kelgan taqdirdimi, manga vaqtida qadam olgan ekan, put eshib qoladi. Anda bu mush qarashga asosan, shani mazhabni qarashga asosan yuzni va qo'lni avrat emas dediq-ku. Yuz degan butun go'zallikni namoyon qiladigan yatroq. Yuzda avrat bo'lmasa, uning qaraganda unda shahar qo'zg'adi o'rin emas. Bu avrat bo'lmasi lozim. Qiyas avlaviy demoqchi. Lekin bularning asardan dalili, oyat bilan bilamda, asardan dalili Aş illa ma zahara min hadiyanda İbn Mas'ud tefsirde al-qart vel khalkhal deb istisnani imdad etgan. Khalkhal degan bu shu o'shiqning ustidan kiydigan bilezik khalkhal. Qart deganda alqa binasi. Nonki öğretemez degan gap shu Ibn Mas'uddan kelgan bir tafsirda shunda. Lekin jalliqroq dalil öğretemez degan qarashning jalliqroq dalil Hazrat Oyshadan kelgan. Hazreti Ayşe'den sahih kelgan rivoyatda Hazreti Ayşe illa ma zahara minha degan oyatni al-fath yoki al-fathu deb tafsir qilgan. Fath degan putning barmoqqa soldigan uzuk. Uyg'urda unda yo'q. Shucha arabda xalqalmo arabda bor, Uyg'urda yo'q. Putning barmoqqa soldigan uzuk.
Tun barmağa saldığa özü bunun müstesna illa ma zahara minha degendiken öğretemez denge düşünmüş bu da. Bu Hazreti Ayşe'nin kelgen 8 sene bilen kelgen var. Balki muşunu bilen rahat canını ketidi. Abu Hanifa'nın öğretemez diyen karşı. İmam İbn Teymiye mi tercih qilgan. Andama erlaninki hoştan eşip ketkine dozaqdan mesela diyendek anda çeklimini bağmasma. Şu hadislerden birisi de Ümmü Seleme radıyallahu anha ayol kişinin putu uçqalıdı diye vaqtda bir g'iriç uzraq kayson degan. Bir g'irichni uzrsa unda olsa yani mangan chaqda uçqalıdı. Mesela bir g'iriç uzun kayson degan chaqda uchi chiqalıdı degan chaqda idan yarxina zira'a degan. Unda olsa bir zira yani 40 santta 20 metrdek uzun kayson. Yani unda so'rilib to'ykonligidek so'rilib mangdi degan gap anda. Buni put avrat degan dalil qilganmish. İdan yarxina zira'a degan hadisni. Lekin bu hadisni cho'nqurlab tekshirganlar, Imom Ibn Taymiye shunda bu hadisning ba'zi rivoyatlarida tankashifu aqdamuhunna deb kelgan, putlari deb kelgan. Lekin ba'zi rivoyatlarda mesela İmam Ahmadning, İmam İbn Majahning rivoyatida idan takhruju suquhunna deb kelgan. Qachoq ish qildi degan ekan, jig'aracha mansak uzun kayson degan. Yani bu yerda put ish qildi degan ahvol yo'q. Qachoqning gapi bor, yani avrat ish qildi degan gap. Agar mush tankash va suquhunna degan mush rivoyat hisob aqdamuhunna degan hisob emas desak, hech qanday dalil yo'q demak. İdan takhruju suquhunna paçka ish qildim dada degan rivoyatni İmam Ahmadning rivoyatini, Ibn Majahning rivoyatini Şeyh Albani'nin sahih degan. Amaliyotda rasamda uyda va qaraydigan bo'lsangiz yomon tasmi. Ayaksh namoz o'qiydigan chog'da u paypoq yeb nima qilishi tas. Yezda dehqon ayollar etizariqning ishlarida, o'lda unda paypoq kiyib nima qilolmaydi. Oyog'im kelmaydi, oyoq ma'nodir. Avrat degan taqdirdimi? Hozirgi kelgan paypoqlar yani hijab shar'iy o'lchami tushmaydi. Putni mana deb ko'rsatib turdigan. Bu tarafidan shunda tanqidga uchraydi. Lekin Hazrati Oyshadan ay say sanatdan kelgan ekan, İmam İbn Taymiye buni to'g'rilab qaragan ekan, bu bo'lgan qarashgan. Xushnosdi. Qala walau inkashafa zira'uha jazat salatuha. Bilki istiqasımı namaz durus oldu deydi. Dikkat qilinglar. Li'annaha min az-zinati az-zahira. Çünkü umma sirtli zinnet. İlla ma zahara minha min shidamışmı deydi. Ve huwa as-siwar. Aşu zinnet zahiranın içinden battı. Bilezik battı. Ve tahtaju ila keşfihi fil khidmati kat-tabkhi vel-khabzi ve satruhu afdal. Bunun sizga o'zi xizmat qilgan chaqda, may yaqqan chaqda, tamoq atgan chaqda, kir yuvgan chaqda shu bilak o'chiqtirmisi bo'lmaydi, bilakni turatmisi bo'lmaydi. Yangni turab, bilakni o'chib qo'ymisi bo'lmaydi odatda. Lekin mush qarash, mush kitobda hozir kelgan qarash, Hanifi mazhabga vakillik qilgan qarash emas bu. Diqqat qiling. Ya'ni aslida Hanifi mazhabning qarashi al-wajh wal kaffayn dedigan ana onunğa qadamni muqatta bo'ldi uchi. Onun başqa ruxsat yo'q. Zahir rivoyat shunda. Hozir bu yerda akagini ruxsat qilgani, bilakki ruxsat qilgani Abu Yusufdan g'ayri zahir rivoyatga kelgan qarash ojiz qarash. Davonikan dira zahir rivoyatda avrat. Endi bu yerda vasatruhu afdal dediğo, uni yo'gachi afzal desa, zahir rivoyat bo'yicha emas, vasatruhu vojib. Lekin bu kitobda Allah'ın okuydu. Bir şey olsun mu? Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.